20 yildan beri faoliyat yuritayotgan Metin brendi bilan pechkalar ishlab chiqaradigan zavodiga yetib kelganmiz. Ko'rib turganlaringizdek pechkalarimiz 20 xildan ortiqroq pechkalar bor. Bu pechkalarimizning listi qanaqa, rasxodlari qanaqa, Xudo xohlasa videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Hozir Ramazon oyi bo'lgani uchun Ramazon aksiyasini qilishyapti ekan. Ramazon aksiyalariga har bitta pechkamizga 300 ming so'mdan narxidan aksiya qilib o'tib berishyapti ekan. Hozirda biz Metin brendini asoschisi deymizmi? Oyatullo akamiz o'zlaridan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovuzjon aka, yaxshi keldilar. Sog' salomat. Kelayotgan Ramazonlar bilan juda ham chiroyli bir 20 xildan ortiq pechkalaringiz bor ekan. Xudo xolasa inshaalloh siz obunachilaringizga batafsil tushuntirib, tanishtirib berishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa aka, Ramazon kelib kelishi bilan aksiyalarni qo'yamiz. Albatta. Har yili Ramazonda chegirma qilamiz. Bu yil ham Xudo xolasa исключение bo'lmadi, ya'ni bu yilda ham chetdan o'tmaymiz. Bu yil imkon qadar kattaroq chegirma qilishga harakat qildik. Xo'p, Metin brendida har yilgi chegirma 200 ming so'mdan bo'lardi odatda. Bu yil chegirmalarni kattaroq qilib, hamma modelda katta kichigiga 300 ming so'mdan chegirma qilganmiz inshaalloh. Bizlar chegirmamizni kutayotgan odamlar juda ko'p, kuzatayotganlar orasida balkim bordir. Bu modellarimiz aka 2 xona, 1 xona, xonalarning razmerlari, kvadraturalariga qarab turib har xil komplektatsiyada modellar bor. O'tindonlarimiz bor aka. O'tindonlarni kattasidan tortib kichkinasiga kadar mavjud Xudo xolasa. Bo'lmasam bir 2 xonalikdan boshlasak. 2 xonalikdan boshladik aka. Ikkita xonani devorning o'rtasiga qo'yiladigan katta xonalar uchun 4 ga 7, 4 ga 6, 4 ga 8 xonalarga tushadigan Polygon Ultra modelimiz. Bular 130 bo'yi balandligi bo'ladi, eniga 51, glubinasi 44 bo'ladi. Bular 8 ta qirrali aka. Ya'ni 8 qirrali modelda mana aka. Oldi orqa ko'rinishi bo'ladi. Bularga chok ham tushmagan ekan. 8 ta qirralari choksiz bo'ladi, ya'ni butun formatdagi materialdan ishlab chiqariladi. Materiallarimiz inshaalloh issiqqa chidamli bo'ladi, ya'ni yaxshi materiallardan ishlab chiqaramiz. Qora arzon material yoki konteynerless ishlatilmaydi bironta detalida. Shuning uchun hamma modelga 2 yil garantiyasi bo'ladi aka. 2 yil garantiyasi. 2 yil garantiyasi bo'ladi. Kraskalari ham uchun. Kraskalari ham issiqqa chidamli, maxsus kraskalar aka, pechka uchun chiqarilgan maxsus kraska. Juda ko'pchilikga qiziq, listlarimizni necha razmerda listlar. Xo'p, materiallarimiz aka aytganimizdek korpusi butun bo'ladi. 3lik aylana korpusimiz. O'txonasi 4.2, tepa tomonlari 4.5 bo'ladi aka. 4.2, 4.5. O't yeydigan, o't tegadigan joylari asosan qalinroq bo'ladi. Korpusi qalin emas deganlariga ko'chada ko'rgan to'rli deb sotilayotgan boshqa listlardan materialning farqi bor. Bularda vazifasi asosan issiqlikni ko'proq xonaga chiqarib berish va katta rasxod qilmaslik. Shu maqsadda 3lik qilinadi aka. Issiqqa chidamli bo'lishi ham rol o'ynaydi bu yerda aka. Ba'ziga material ishlatadiganlar bo'ladi, issiqda 1 yil yetib bormasdan choklariga yorug' tushib ketadi yoki chaklardan is gazi chiqishi xavfi bo'lib qoladi. Bularda 8 ta qirrasi choksiz bo'lgani sababi ham shu, uyda bezopasnost tomonlama muhim rol o'ynaydigan joylar aka. Bularning narxi nech pul endi? Bularda narxi aka 4 million so'mlik model, bu qanotsiz varianti. Xuddi shuni qanotli variantimiz bor, ya'ni ablisovka g'ishga moslashtirilgan qanot. Issiqlik ko'proq xonaga chiqishini ta'minlaydi. Ikki chekkasidan g'ish urib ketganda ko'rkamroq turadi. Ko'rinishi, dizaynlari chiroyli, ham remontingizda urinib ketmaydi 1-2 yilda aka. Remontingizdan ancha ekonom qilasiz. Bular 4 million 300 ming so'm chiqyapti aka hozir. Bular 3 ta duxovka bilan jihozlangan. Oldida 2 ta duxovka, orqasida 1 ta duxovka. Oldida bu narsa pishirishingiz uchun yopiq duxovkasi ham bo'ladi aka. Non, ko'za sho'rva yokida choy qaynatsangiz ham bo'ladi bemalol. Keyingi modelimiz zarif 2 xona uchun konvektor sistemali model bu. Orqalari ham chiroyli. Buni avvalgi model deyiladi aka, ya'ni qirrasi yo'q. Ko'ryapsiz, mana alohida e'tibor qilishingiz mumkin. Duxovkalari klassik ko'rinishda, ya'ni ixchamroq, katta duxovka emas, kichkina chiroyli ko'rinishda bo'lgan. O'txonalari ham katta bo'ladi. O'txonalari ham.
Keyin bularimiz gazga ham moslangan. Bular aka asosan gazi bor joylarga tavsiya qilinadi. Sababi konvektor sistema deganimiz yonlarida turbalar bo'ladi aka. Xonada havo almashinuvini tezlashtiradi. Ya'ni pastdan sovuq havo so'rib, tepa tomonidan va ikki tomonidan issiq havo fudab turadi. Xonada fizически havo almashinuvi tezlashadi aka. Juda ham zo'r ekan. Keyingi modelimiz qanaqa? Bularning narxlari aka 4 million 100 ming so'mdan chiqarib beryapmiz hozir. Bu keyingi modelimiz Polygon Pro variantimiz 8 qirralikda o'choqli varianti. O'txonasi ko'rib turganingizdek katta o'lchamda bo'ladi bularda aka. Ha, ichida katta o'tinlar yoqadigan, yoki o'txonasi kattaroq bo'lsin menga deydiganlar uchun tepasidan nimadandir foydalanish uchun mana qozon qo'yishi mumkin. Chaynak qo'yishi mumkin. Chaynak qo'yishi mumkin va shu hokazo aka. Shular uchun chiqarilgan model 4 million 300 ming so'mdan chiqyapti bularda. Bularning ham duxovkalari bor. Bularda ham duxovkasi bor albatta. Oldida yopiq duxovka. Orqasida gulli ochiq duxovkasi bo'ladi. Bu yerdan ham bu narsa isitish uchun foydalansangiz bo'ladi. Bularning narxi 4 million 300 ming so'm chiqyapti. Qanotli variantimiz, qanotsiz variantimiz 4 million so'm chiqarib beryapmiz aka. Men bundan tashqari har bittasini menimcha bu tagida shtrix kodimi qanaqadir nimasi bor. Ha, albatta aka. Pechkamiz originalligi, ya'ni garantiyalari ta'sir qilish uchun hamma yo'q sistemalashtirilgan. Har bitta pechkamiz o'zini brendi, adashtirib qo'ymaysizlar. Va har bitta pechkani o'zini seriya raqami bo'ladi aka. Shu seriya raqamlari bo'yicha garantiyalari garantiyasi 2 yil deyapsiz, bu og'zaki garantiya bo'ladimi? Yo'q aka, og'zaki garantiya bo'lmaydi. Har bitta pechkamizni o'zini garantiya tanlovi bo'ladi. Garantiya tanlovlari bo'ladi. Albatta aka. Har bitta pechkamizni garantiya uchun spetsial o'zini tanlovlari bo'ladi. Bu yerda modelini, turi, seriya raqamlari, o'rnatadigan usta yoki sotilgan kun, xaridor manzillari hammasi to'ldirib chiqariladi. O'zini pechati bilan bo'ladi aka. Albatta. Har bitta klientga beriladi. Albatta, har bitta pechkani o'zini garantiya taloni bilan beriladi inshaalloh. Bunimiz narxi necha pul bo'ladi? Bular 4 million so'm. 4 million. Qanotli varianti 4 million 300 ming so'm. 4 million 300 ming so'm aytilyapti bularga. 300 ming so'm skitkasi. Albatta, aytganimizdek Ramazon oyi ichi hamma modelimizga 300 ming so'mdan chegirmalar ta'sir qiladi, xudo xolasa. Hozirgi aytilayotgan narxlardan do'stlar 4 million 300 ming so'm degan bo'lsalar, telefon qiladigan bo'lsalarni ro'za uchun 300 ming so'm o'tib beradilar. Qaysi modeldan bo'lishidan qat'iy nazar. Albatta aka. Hozir bo'lsa narxini aytib ketilyapti. Ramazon oyi telefon qilib skitkasini qilib bering deydigan bo'lsalaring, xudo xolasa qilib beradilar. Inshaalloh albatta aka. Bunimiz keyingi Polygon 106 modeli aka. Bularda asosan 4 ga 5, 4 ga 6 xonasi bor odamlar oladi. Bular eng ko'p sotuvda sotilgan modellar aka. Sababi ixchamligida va yoqilg'ini tejamkorligida aka. Ular ikkita duxovka bilan jihozlangan. Oldida yopiq duxovka. Orqasida esa gulli duxovkasi bo'ladi. Bu yerdan ham foydalanishingiz mumkin bemalol. Keyin bu pechkani tozalashga qiynalishmaydimi? Tozalaydigan joylar. Albatta aka, har bitta pechkamizni tozalash uchun maxsus o'zini tuynukchalari bor. Eshikchalari ochilishi qulay, osongina ochasiz va har bitta pechkani tozalash uchun o'zini maxsus temirlari bo'ladi aka. Maxsus temirlar qo'shib beriladi. Bular qo'shib beriladi. Bu temirlar yordamida 2 minut vaqtingiz ketadi. Bemalol buni qirib tozalab ko'p vaqtingizni olmaydi va ichidan chiqayotgan qoralarni to'lib qolgan vaqtida faqat pechkani ichiga tushadi. Tashqariga chiqarishi shart emas. Pechka ichiga tushadi. Albatta, mana tepa tomondan surasiz, ichiga tushdi, tozalaganingizdan keyin pastiga solasiz. Polni hamma qoralarni tortasiz. Pastga tushib ketdi aka. Old eshik yopiladi. Orqa tomoniga o'tasiz, ikkinchi xonaga. Ikkinchi xonadan ham xuddi shunday eshigi ochiladi va polni qolgan qora kuyalarni hammasi tozalaganingizda pastga tushadi yana. Uyda rasvo qilib ekan. Uyingizni albatta aka pokizaligiga katta anchagina foydasi bor ekan. Foydasi bor. Ko'p
jon kuyishtirmaysiz, qo'llaringiz hamma yo'g'ingiz qorayib, betlaringiz qorayib, tomga chiqib tozalanadigan narsalar bo'lmaydi aka. Oldingi zamon o'tib ketdi. Va hozirgi tushgan kirlarimiz polni mana hamma qurumlarni shu yerdan tozalasangiz, kuldonga tushadi. Kuldonga tushadi. Kuldondan olib chiqib, bemalol to'kib, Tashqariga to'kib. ya'ni imkon qadar ishlatadigan odamlarga qulaylik yaratish maqsadida qilingan. Tomonimizga yoqdi, tozalashga juda ham qulay ekan. Bular qanotli variantlarimiz, Polygon 106, bularni 3 million 400 ming so'mdan qilib beryapmiz. 3 million 400 ming so'm. 3 million 400 ming so'm. Bunisi qanotsiz variant aka, orqa ko'rinishi, ikkinchi xona ko'rinishi. Bularni 3 million 100 ming so'm qilib beryapmiz. 3 million 100 ming so'm bular. Ha. Keyingilarimiz-chi? Keyingilarimiz xuddi shu birinchi ko'rsatganimizni germetichniy Yevro standart variant aka. Bularda eshiklari germetichniy variant bo'ladi. Bular ozgina qimmatroq. Bularda 3 million 900 ming so'm qilib beryapmiz aka hozir. 900 ming so'm. Xonalarda eshiklari qalinroq bo'ladi va yopilishlari yumshoq bo'ladi aka. Issiqlik chiqarib olmasa. Ha, issiqlikda tutun yoki bir is gazi chiqishlarni xavfi nolga teng inshaalloh. Juda ham zo'r. Bularimizni narxini 3 million 900 qilib beryapmiz aka. Keyingi modelimiz. Keyingi model Polygon 106 bir xonali, ya'ni burchak model. Xonani burchagiga katta zallarga qo'ysiz bo'ladi aka bularni. Oldi oynalik, mana eng e'tibor qiladigan tomoni olovni tomosha qilib o'tirishni yaxshi ko'radigan klientlarimiz bor. Shular uchun maxsus o'zgacha boshqacha atmosfera, ya'ni uydagi oddiy pechga yaqish bo'lib qolmasligi uchun ham mehnat ham hordiq bo'lsin degandek ikki tomonlama foydalanishlari uchun o'txonasi mana oynali bo'lgan. Oynalari o'tga chidamlaydi. Albatta. Oynalarni aka chetdan olib kelamiz, zakaz qilib, alohida pechkamiz uchun kesilgan tayyor razmerlarda bo'ladi bular. Bu hali kesiladigan kalyonli oynalar emas. Ya'ni issiqqa chidamlik. O'tin bilan gazni yoqorasiz bemalol aka. Bularimiz narxi necha? Bularimiz 4 million 700 ming so'm chiqyapti. 4 million 700 ming so'm. Bu bir xonaga burchak variantimiz, xuddi shuni ikki xonaga qo'yiladigan 106 likni oynali varianti bu ham aka, ikki xonaga qo'yiladi bu. 4 ga 5 xonani, 4 ga 6 xonani istoradi bemalol ikkitasi. Bularimiz ham 4 million 700 ming so'm aka. 4 million 700 ming so'm. Bundan tashqari o'tin qo'yadiganlar ham bor. O'tin qo'yadiganlarimiz aka, bular 900 ming so'mdan chiqyapti hozir. Bularimiz 1 million dan chiqarib beramiz aka. 1 million so'mdan. Bularga ham o'sha Ramazon chegirmasi. Chegirmasi xudo xolasa ta'sir qiladi aka. Inshaalloh Metin korxonasiga tegishli hamma mahsulotlarimizga inshaalloh chegirmalarimiz ta'sir qiladi. Bular aka katta oynali, buni yonayotganini iloji bo'lsa qo'yamiz kadringizga. Katta oyna, olov yonishi ko'rkam o'zgacha turadi. 3 ta oynali bo'ladi aka. O'txonasi ham katta bo'ladi aka. E'tibor qilasiz, hamma pechkamizni ichida rishotkalari temir emas aka, cho'yan rishotka bo'ladi. Ya'ni o'tin, ko'mir kaloriyalarini bemalol ko'taradi inshaalloh. Pechkalarda, oynalilarda hamma modellarimizda aka havolarini ligirovka qilish uchun, ya'ni oynayni parlanib ketmasligi uchun, terlamasligi uchun har bitta oynalikda maxsus o'zini eshikcha, tuynukchalari bor, ligirovka qila olasiz bemalol aka. Parlanib ketmaydi, o'tni ko'rib tomosha Oynagiz tiniq turadi, olovingiz ko'rkam o'zgacha ko'rinib turadi. Narxi necha pul buning? Bularda aka 5 million 200 ming so'mdan chiqarib beryapmiz. 5 million 200 ming so'mdan. Bularimiz-chi? Ikki xonalilarimiz tugadi inshaalloh. Hozircha ular bir xonalilarga chiqqan modellar. Bir xona katta 5 ga 5, 5 ga 6 xonalarga aka tushadigan oldi oynali model. Buni ham unda o'tin bilan gaz yoqsiz bo'ladigan, ya'ni gaz uchun maxsus joylari bor, o'zini tuynukchalari bo'ladi aka. Garelkani qo'yib bemalol ishlata olasiz. Oldida bitta duxovkasi, orqasi gluxoy bo'ladi aka bularda. Bularimiz narxi necha pul? Bular aka 4 million 200 ming so'm chiqyapti. Oynali bo'lgani uchun ham bu bo'yi balandroq, eniga enliroq bo'ladi. Boshqa formatdagi materialdan chiqadi bu. Oynali bo'lgani uchun o'zgartirish kiritilgan model. Xo'p, keyingimiz Polygon 8 qirrali mini model, germetichniy varianti bular aka. Aytganimizdek, eshiklari germetichniy.
Kimdir germetishni, kimdir klassический xohlaydi. O'shaning uchun viborni kattaytirib qo'yganmiz. Modellar o'zi bir xil, komplektatsiyalari har xil bo'lishi mumkin. O'shaning uchun telefon qilsa, tushunmagan joyiga klientlarimizga xudo xolasa batafsil tushuncha beramiz. Bularning narxi aka 3.100.000 so'mdan chiqyapti. Germetishni bo'lgani uchun 8 qirrali varianti, xonani burchagiga qo'ysa bo'ladigan bir xona variant aka. Xuddi shularda klassический stilda, ya'ni eski holatdagi stilda chiqqan retro eshiklari klassический, temirlik, ochilib yopilishlari, oldi duxovkali bo'ladi. Lekin bu Meton brendini originalligini yana qayerdan bilsak bo'ladi? Aka, birinchi o'rinda inshaalloh logotiplarimiz polniy patentlangan, korxona patentlangan va har bitta pechkani aytganimizdek o'zini serial raqamlari bor va pechkani tubida telefon raqamimiz qo'yilgan bo'ladi aka, o'zimizni. Nomerni eslab qo'yib, ekranga ham qo'yib ketamiz xohlasa. Keyin mana bu sepilmagan ekan, bu yo'q aka. O'zi spesialniy o'zi logotip yasaladi, shu logotiplarda qilingan, qo'yilgan bo'ladi. Keyin tanishlardan bo'laverar ekan. Pechkamizni ko'rishingiz bilan o'zi taniysiz aka. Inshaalloh bu yerda maqtanish bo'lib qolmasin, bunaqa modelda hali bironta chiqargani yo'q. Sababi bular polniy zavodskiy stanovlarda, polniy zavod holatida. Ya'ni 90% butun detallar 10% svarka yordamida yig'iladi xolos. 10% svarka xolos. Albatta. Ya'ni har bitta qirrasini svarka qilib, listlarni unaqa qilib chiqara olmaymiz aka. Unaqa bo'lmaydi. O'sha hozirgi bu mana bunisiga keladi. Xo'p, bu klassическийlarimizni aka 2.700.000 so'mdan qilib beryapmiz. 2.700.000 so'mdan, judayam zo'r. Keyingi modelimiz qanaqa? Keyingi modelimiz Zarif bir xona mini modelimiz. Zarif. Burchaklikni xohlamaganlar uchun spesialniy qilib chiqarilgan, ya'ni yumaloq sifat, avalli holatda bo'ladi bular. O'txonasi bunda ham katta. Buni asosan gazi bor joylarga tavsiya qiladigan model. Bir xona 5x5, 5x6 xonalarni bemalol isitib beradi. Aka, bizda o'lchamlar minimal holatda hisoblanadi. Shularga ham e'tibor qilib qo'yish kerak. Haqiqiy klient olib ishlatayotgan joylar bo'lyapti. Kattaroq xonalarni ham isityapti aka. Biz endi minimal holatda hisoblaganimiz sababi har bitta xonadonni uydagi sharoiti boshqa bo'ladi. Bir-biriga o'xshamaydi. Xonalarda uylarni qurilishi, uni uteplet bo'lgani, germetishnis, eshik romlariga farq bo'lgani uchun biz minimal holatda hisoblaymiz. Shularga ham rasxod qanaqa? Rasxodlari aka 6 kilodan 20 kilo o'rtasida deylik. To'liq rasxodini chiqara olmaymiz. Aytganimdek, hammaning uyi har xil holat bo'ladi. Utepleti zo'r bo'ladigan bo'lsa 6 kilodan boshlab yoqa olasiz aka. Mana sauna bo'lmamiz shekilli. Bu pechkamiz sauna va uy uchun, ya'ni devorning o'rtasiga qo'yilganda oldi xonadoningizni isitadi, orqasi domashniy sauna hammomingiz bo'lsa, ham dekorativniy chiroyli bo'ladi, ham isitishi, ham parlantirib ishlatishingiz mumkin bemalol. Bachoklarga suv quyib qo'ysangiz, parlanib, par chiqib turadi aka. Bunga suv quyib qo'yiladi. Xuddi shunday. Juda ham zo'r. Bularimiz narxi necha pul? Bular 4,5 million so'mdan chiqyapti hozir. 4,5 million so'mdan. Keyingi modelimiz-chi? Keyingi modelimiz Zarif katta zallarga bir xona uchun chiqarilgan. Bu gluxoy bo'ladi, orqasi yopiq. Tozalaydigan joyi orqasida faqat. Tozalaydigan joyi. Va oldidan foydalanasiz. Issiqlik chiqib turishi uchun duxovka va yopiq duxovka. Bu narsa pishirish uchun foydalansa bo'ladi. Bu odatda katta 4 ga 9, 4 ga 10 xonalarda isitish uchun mo'ljallangan, katta zallar uchun mo'ljallangan model. 4.100.000 so'm chiqyapti bular aka. 4.100.000 xohlasa. Xo'p. Mana o'tin qo'yadigan o'rnimiz bularimizni 2 million so'mdan chiqarib beramiz, xudo xohlasa aka. 2 million so'mdan. Bularga ham xudo xohlasa o'sha Ramazon chegirmasi bor. Albatta. Endi tasavvurda kichkinagina pechkamiz bor ekan. Mitti modelimiz aka bular. Meton korxonasini eski klientlari ko'p so'raganlar uchun, ya'ni yolg'iz bo'ri deymizmi, yolg'iz erkaklar o'zi o'tiradigan xonalarga ko'proq oladi bu modelni. Sababi bu ixcham ko'rinishi va katta yoqilg'i sarflamasligida aka. O'txonalari ham ixchamgina, kichkina bo'ladi. Gazi bor joylarda propan yoki metan ular bemalol ishlatishlari mumkin. Kuldonlari ham bor.
Bularning narxi 1 million 200 ming so'm aka. 1 million 200 ming so'm. Juda ham zo'r. Bularimiz ham saunaga mos. Bu haqiqiy ruskiy banya saunalar uchun, ya'ni haqiqiy parilka xohlayotganlar uchun chiqarilgan model. Bularda atrofiga tosh terilishi uchun rishotkalari bo'ladi. Klientni har bir klientni xonasini kubometriga qarab turib, katta kichikligida o'zgarish bo'lishi mumkin aka. Bu eng kichkina modelimiz. Bu o'txonasini devorni tashqarisidan yaqadigan bo'lsa, kattaytirib berishimiz mumkin aka. Uzunlatib beradi. Ha, devorlarning qalinligini aytsa, shunga qarab kattaytirib berishimiz mumkin bo'ladi. Bularimiz aka hozir 3 million 700 ming so'm chiqyapti. Bu eng kichkina kubometrli, ya'ni 10 kubometrga yetadigan modeli. Agar kubometrlari kattaroq bo'ladigan bo'lsa, kattaroq modellarimiz ham bor. Zakaz qilishadigan bo'lsa, zakaz asosida Albatta. katta kichkina qilib beramiz. Xuddi shunday aka. Bundan tashqari bu tomonda neobishniylari ham bor ekan. Bularimiz qanaqa model bu? Bu aka Tushunmadim buni. yevro o'choq desak, osonroq bo'ladi. Yevro o'choq. Ha, bular ixcham yig'ishtirib, transportirovkaga qulay bo'lgani uchun, ya'ni hovli, katta hovli uylarda foydalansangiz bo'ladi yoki dala hovliga, dachalarga yoki tabiat qo'yiniga olib chiqib ketishingiz uchun qulay model. Eshiklari katta o'txonalari, xonalarda havolar ligirovkasini bemalol aka foydalana olasiz. Juda zo'r yonlarida eshiklari bor. Aha. Pastda kuldonlari bilan Kuldonlarigacha bor. va 3 xil razmerda qozon tushadi aka bunga. 3 xilda 16 litr, 10 litr, 5 litr qilib foydalansiz bo'ladi aka. Zamonaviy o'choq ekan. Zamonaviy o'choq, ham yig'ishtirishga qulay ixcham va transportirovkasiga qulay. Misol kesib pishirga qulay bo'lish uchun stollari mana yonida taxtakashlariga tayyor joylar aka. Bularimiz narxi necha pul? Bular 2 million 300 ming so'm chiqyapti aka 2 hozir. million 300 ming so'm. Bunisi Evro grill yoki Evro mangal desak ham bo'laveradi, osonroq tushunish uchun. Bu yerda aka go'sht pishir, baliq pishir, sabzavotlarni cho'g'da pishirib yeyishni yaxshi ko'radiganlar uchun alohida qopqoqlari bilan tepasida gradusniklari bor aka, havolarni ligirovka qilib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Yokida rishotkalarini chiqarib tashlab turib, katta shashliklarni pishirsiz bo'laveradi. Shashlik pishirsa ham bo'ladi. Albatta. Bularimiz narxi necha pul? Bularimiz narxi 2,5 million so'm aka hozir. 2,5 million so'm. Bu modelimiz bu ekonom pechka. Bu ekonom pechka deb tanilgan vulqon modelimiz. Bularning narxi 1 million 300 ming so'mdan chiqarib beryapmiz. Bu modelni ham ko'proq metindan olaman deganlar uchun chiqarib qo'ygan modelimiz. Sababi bu eng ko'p hit bo'lib ketdi hozir, ekonom, eko pechka deb bu o'zimizni dizaynimizdagi chiqqan model. Juda ham zo'r. Bo'lsam manzilimizni bir qator aytib o'tsangiz. Manzilimiz Andijon shahar, sobiq mashq zavodi desa hamma biladi, yokida bizga quyidagi raqamlar orqali aloqaga chiqib, Telegramdan yozsa, lokatsiya tashlab beramiz, qiynalmay topib kelishadi inshaalloh. Xudo xohlasa ekrandagi nomerlarga telefon qiladigan bo'lsalarni ko'rib turganlaringdek 20 yildan beri faoliyat yuritishadi. Har bitta pechkalariga 2 yilgacha garantiya berishar ekan. Bu garantiyadan keyin ham Xudo xohlasa bir 10 yil xizmatlaringni qilaveradi bemalol. Inshaalloh albatta. Video tepasiga nomer qo'ydik, to'liq ma'lumot berdik deb o'ylayman. Agarda qanaqadir savollaring bo'ladigan bo'lsa, qo'ng'iroq qiladigan bo'lsalaring to'liq ma'lumot berib o'tishadi. Albatta.